Havo ancha salqinladi. Game Club sezoni boshlandi akalar. 200 kvadrat joyga 47 ta kompyuterni cho'tki qilib joylashtirib qo'yishibdi. Umumiy zalda 27 ta, 2 ta VIP kabinada, 10 tadan hamma kompyuterlar parametrlari yuqori grafikadagi o'yinlarga moslashtirilgan ekan. Bilasizlar akalar, havo salqinlagan sezoniga Game Club biznesi uchadi. Bu joyda kunlik savdosi 1-2 milliongacha, oylik hisobda 50-60 milliongacha savdo bo'lib turgan ekan va yana o'zingizlar kelib bitta ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bilasizlar akalar, savdoni zo'r ko'taradigan narsa bar bo'ladi. Barni ham to'ldirib qo'yib, savdoni ko'tarsanglar bo'ladi. Bu joyda udovstolarga kelsak, kamera naблюдения, konditsionerlari, vitichkalari, xullas ishlashga hamma narsalari full holatda qilib qo'yilgan. Kelib shu kunning o'zidan ish boshlasanglar bo'ladi. Va bu hammasi emas, ikkita shinamgina PlayStation uchun kabinka ham qilib qo'yilgan. PlayStationlari 3 to'r, monitorlari 65 talik qilingan ekan. Joy kvadrat 200 kvadrat akalar, mana shu taraflarga ham kompyuterlar qo'yib, savdoni yana ham ko'tarsanglar bo'ladi. Bu joy Instagramda va boshqa joylarda reklama qilinmagan ekan. Sizlar reklamalarni kuchaytirib, marketingga qarab savdoni ko'tarsanglar bo'ladi. Joy arendasiga kelsak, $1000 ekan, biznes narxiga kelsak 40 ming va yana kelib gaplashib, baraka qilsanglar bo'ladi. Joy lokatsiyasiga kelsak, Uchtepa tumani 24-kvartalda joylashgan Shirin ko'cha, Diloron to'yxonani yonidan kirganinglarda odam juda ham gavjum, maktab va aholi yashash joyida joylashgan. To'liq lokatsiyani Telegram kanalimizga joylab qo'yamiz. Like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.